Kelin hayoti 101-qism. Hammaga salom. Bugun qaynatamni xonalarni uborka qilamiz. Oxirgi payt faqat shu lam kapsulalardan foydalanyapman, chunki u gipoallergenik bo'lib, hidi ham shunaqa shirin ekan. Qaynatamni kiyimlarini faqat o'zini solishga harakat qilaman, bolalarniki bilan aralashtirmayman. Endi podvolga tushamiz. Shu Doktor Aktiv universalniy gelini sinovdan o'tkazdim. Ishoning, shunaqa hidi ham приятный ekan, unaqa o'tkir hidi yo'q, top-toza qilar ekan. Endi pollarni ham artib olamiz. Yusuf mani hamrohim, mani qo'riqlab o'tiradi. Endi oshxonaga kiramiz. Shu Doktor Aktiv antijirini sinovdan o'tkazdi. Bir haftadan beri gaz yumadim. Qaranglar, sepishimni o'zidayoq hech qancha kutmadim. Yuzaga chiqdi. Boya aytganimdek, Doktor Aktiv antijirlari ham qo'lga hech qanaqa ta'sir ko'rsatmas ekan. Bez perchatka ham ishladim. Qo'limga hech narsa qilmadi. Sizlar ham gazingizni yuvsanglar, mazza qilasizlarmi, vichkalarni etmaysizlarmi? Duxovkalarimni ham reshotkalarini shu antijir bilan sepib yuvib oldim. Qaranglar, shunaqa toza bo'lib qoldi. Stiklani choynalar ham choy izidan tez-tez shunaqa sarg'ayib ketadi. Uni ham top-toza qilib oldim. Anchadan beri g'ashimni keltirgan shu qozonni ham antijir bilan tozalab oldim. Yusuf idishlarini bo'lsa lam detskiy gelida. Shu bilan 4 soatlik uborkani 1 minutga sig'dirdim. Sizlarga motivatsiya bera oldim degan umiddaman. Va komment kutib qolaman.